Assalomu alaykum. Barchaga mana bugun Xudo xolasa bitta upagovkani ustanovkasini qildik. Bugungi qilgan ishimiz mana bunday sir mahsulotiga bo'ldi. Juda ham plotniy chiqdi, chiroyli chiqdi. Bu ustanovkamiz shunaqaki, kerak bo'lsa bundan katta yoki bundan yana ham kichkina mahsulotlarga bemalol moslasha oladi. Moslash uchun bu yerini bo'shatib, misol listni katta kichik qilib bemalol ishlatsa bo'ladi. Xo'p, mahsulotni mana bu yerga shunday tashlasangiz, bu yoqda o'zi sensor ko'radi, yurishni boshlaydi. Shu tarzda ketma-ketlikda ketaveradi. Xudo xolasa mahsulotimiz juda ham chiroyli chiqdi. Bizni tayyor mahsulotimiz. Biz ishlatib ko'rdik, o'zimiz tekshirib.